Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz davradoshlar, mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Deynov qishlog'ida, Deynov elida ajoyib xonadon Jalillar sulolasida Fozil akamizning uyida, Xo'janazarjonning uyida bir chiroyli to'y. Mana shu qo'shaloq to'ylar bilan shu xonadon ahlini tabriklaymiz. Fozil akamizni to'ylar muborak bo'lsin. Mana Begzodjon akamizni baxtli saloqshoni ekan kelin bilan baxtli bo'lsin. Ularga uzoq umr tilaymiz, baxt saodat tilaymiz. Xo'janazarjonni mana ikkala o'g'ilchasini sunnat to'ygan, sunnat bo'layotgan yigitlar ham katta yigitlar bo'lib, mana shu amaki, tog'alari, bobolariga o'xshagan, bir eldi koriga yaraydigan yigitlar bo'lsin. Shu xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylarga kelaylik. Mana hozir o'tirib, Fozil akam bilan gurung qildik. Bir necha yillar oldin mana shu Begzodjonni sunnat to'yida xizmat qilgan ekanmiz. Mana yillar o'tib, shu yigitni mana uylanish to'yida ham o'tiribmiz. Nasib bo'lsa kelasi yil shu yoshlarni farzandini 5 to'ylarida, sunnat to'ylarida ham o'tirish hammamizga nasib qilsin. Xo'janazarjonni ham farzandlarini nasib bo'lsa uylanish to'ylarida xuddi shunday o'tirish hammamizga nasib qilsin. Hammaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Mehmonlar qutlab kelsa, hamma ko'rsan to'y bersa, mehmonlar qutlab kelsa, boshi yetar asmona, har kim shu to'yga yetsa, boshi yetar asmona, har kim shu to'yga yetsa, mavrak to'ymi mavrak, to'ylari oz mavraman. Bugun shadiyavli kunlar, yaxshi to'ylar mavraman. Bugun shadmonli kunlar, yaxshi kunlar mavraman.